Torting. Wo. Amur, sazan. Oldingmi? Atkash. O'tez ketib qoladi. Hayırlı Fishing YouTube kanali obunachilari, baliq oshqibozlari. Bugun mana yana yangi joyga keldim. Mana Yovvoyi tabiat qo'ynidamiz, Qoradaryo ro'paramizda. Baynaqa go'zal maskanda joydamiz do'stlar. Bugun shu yerda o'qilamiz, xudo xolasa. Lekin quyosh rosa qizdiryapti, hozir o'ylanib turibman. Endi hozir formani o'ylanib qoldim. Nariyoq loy tushishim kerak, loyga. Sekin ezib ko'ramiz. Qirg'oqlarda yaxshiroq joy bo'lsa, o'rnashib, hozir shuni ko'ramiz hozir. Asosan bugun quyosh juda qizdiryapti. Juda issiq. Ob-havo ham tushunib bo'lmay qoldi. Bir yomg'ir, bir shamol, qor yog'mayapti xolos, hamma narsa bor. Hamma narsa bo'lyapti do'stlar. Lekin kelgan joyimiz zo'r. Shu o'rinlarda odamlar qo'lini qo'yag'izib turibdi. Harakat ko'ramiz, hozir ko'rasizlar sharoitni. Ha do'stlar, hozir mana shu yerda odam oyog'izib turibdi. Endi maydon tushib bo'lmasa kerak loy. Orada patinka. Endi bu bilan tushib bo'lmasa kerak. Chekkaroqqa borib ko'raychi. Odam ezgan yer bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ammo joy zo'r do'stlar. Joyga vahshiy gap bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Xullas, oyoq kiyim yechish kerak ekan, bo'lmasa iloji yo'q ekan. Issiqda qaranglar bayda. Issiq bo'lyapti lekin. Qarmoqni hozir tashab o'tirsam bo'ladi. Leskani kuydirib yuboradi. Bu issiq. Tashab qo'yib, mashinaga o'tirsam bo'laveradi. Tortganda mashinalarda odam ko'tarsa bo'ldi odamni. Rosa tushadigan joylar suvda. Loy. Harakat qilamiz do'stlar. Hozir qarmoqlarni olib kelganman. Sumkada ikkita krokotil, bitta spinning qarmoq bor. Shular bilan harakat qilamiz. Do'stlar, shu skutni oldim. Xudo xolasa baliq uzoq joylarga borgan yaxshi. Yadiyatda 5 degandan yaxshigina do'st hamroh bo'la oladi. Qaranglar, men yangi joylar istab turib bog'lar loy bo'lib ketdimi yo'q, chang bo'lib. Chiqsa yo'q, uyga borib tozalaymiz. Sizlar bo'lmasa videoni o'zingizga kuzatib boringlar. Hozir men oyoq kiyimni yechib o'sha o'rtaga borib qarmoqlar tashlayman. Xudo xolasa yaxshi natija bo'ladi degan umiddaman. Lekin esa u kun issiq, birpas kutamizmi? Kutaymikin deb o'ylanib turibman. Harakat qilamiz do'stlar. Kuzatib boringlar. Hozir sherigim ham kelib qolishi mumkin. Telefonlashamiz ilgan. Baliq o'ynab yuribdi lekin suv betida. Do'stlar, bo'lmasa kuzatib boringlar. Mana qarmoqlar tayyor, xudo xolasa o'ga. 3 ta do'nkadan foydalanamiz bugun. Tayyor turibdi. Lekin issiqda hozir daryoni bo'yiga borgani ham o'ylanib qolasan odam. Bitta krokodil, bitta spinning, yana bitta spinning qora. Buni yig'ishtiriladigan bu. Bu suvaylik, bu temirlik
katushkalar mana 6000 talik. Narigi buni qoraniki 5000 talik. Bular 6000 talik katushka. Ko'ramiz endi do'stlar. Daryoni nari chekkasiga o'chilar kelganga o'xshayapti. Lekin u tomonlari sayozda nima salqinda o'tirsa bo'laveradi. Lekin men o'tirgan joy juda issiq. Mana o'zi ko'rinib turibdi. Quyosh ham rosa yondiryapti. Lekin tabiat juda chiroyli. Do'stlar, anchadan beri video qo'ymay qo'ydim, baliqga chiqmay qo'ydim. Chiqyapman onda-sonda, lekin video qilganim yo'q. Endi xudo xolasa bu videolarni qo'ygan o'yladim, to'g'risi bir marta qo'ydim, unchalik qiziqish bo'lmadi birovda. Chunki natija yo'q. Undan keyin bashta baliqga chiqmadim ham desam bo'laveradi. Har zamonda chiqib qo'ydim, u kechroq. Kech chiqdim. Mana bugun xudo xolasa harakatdan baliq bo'ldi. Hozir ishdaman, ish bilan bo'lib vaqt bo'lmay qolyapti. Faqat shanba bozor vaqtim bo'lyapti. Shanba kuni 2 da kelaman ishda. Shundan keyin 4 da kelaman. Soat shanbada 2 da. Dushanbadan jumagacha soat 4 dan keyin 5 larda kelaman. Ungacha ulgurmay qolaman. Shanba kuni soat 2 da javob bo'lsa ham, shunda ham 4 larda kesaman. Endi charchab boshqa bo'lib uyda ish bo'ladi, baribir ish bilan band bo'lib qolyapman. Mana yakshanba kuni xudo xolasa bugun baliq o'daman do'stlar. Chuvalchan topisham oson bo'lmay qoldi. Hozir hamma yoqda suv qurib, chuvalchan yuradigan yerlarda ham suv qurib qolyapti. Shunga do'stlar, to'g'ri tushunasizlar, xudo xolasa qo'yib turamiz. Mana bugun yakshanba bo'lsa, keyingi yakshanba yana bog'ga chiqamiz inshaalloh. Lekin quyosh rosa qizdiryapti. Keyin ko'p obunachilarim mendan xafa bo'lishi ham mumkin, xafa bo'lgani ham bor. Joyda ayting deganlar bo'ladi. Men bilasizlar, joyda aytmayman. To'g'risi har tomonlama tushunsalar ham bo'laveradi. Joyda qizg'anaman ham, keyin bu joyda birovga aytmayman ham, yaxshi joylar bo'lib qolsa. Chunki videoni brakanerlar, o'sha to'kbiloq o'ladiganlar ko'rishi mumkin, ko'radi ham. Ko'pchilik ko'radi, bunga biz deb bo'lmaydi. O'shuncha joyda aytmayman. Faqat ovda qilaman. Natija bo'lsa kuzataman, natija bo'lmasa indamay boriga sho'x ketaveraman. Maqsad baliqga chiqish, maqsadi faqat dam olish. Faqat salqin joylarda dam olish maqsad. Bekor o'tirgandan video qilib o'tiraman. Do'stlar, sekin qarmoqlarda tashab ko'raychi, yo'qcha tursam kelib turibman. Chunki issiq rosa bo'lyapti. Soat ham 2 dan 4 minut o'tibdi. Ancha o'tiraman ekan. Bugun 5-iyul. Haftaning yakshanba kuni. Bas tursak salqin bo'lib qoladi har holda. Lekin shamol sal-pal shabada bor-u, lekin dam bo'lyapti. Bunaqa emas. Keraklicha mana shu o'tirgan joyim, lekin salqin shabadasi bor. Lekin daryoni bo'ylari issiq, yondiraman deyapti. Lekin hozir men tashlaydigan joylar vobshe udar joy. Sazan, karas yurib qolishi mumkin, chunki tixa jimjit joy. Shovqin yo'q. Hozir bu yerdan bega kelishdan oldin sanariyaga borib ko'rdim. Juda ko'p nima cho'milayotganlar ko'p ekan. Ko'pchilik nariyada shashlik pishirib o'tirishibdi. Yana cho'milayotganlar ham bor. Men ular menga xalaqit qilmasin deb, qilmaylik bir-birimizga deb qarmoqni yig'ishtirib bayga keldim. Endi bayda ko'ramiz.
kecha jonli efir qilganman do'stlar. Boshqa joyda o'tirgandim. Ayda natija bo'lmadi, so'raydiganlar bo'lishi mumkin. Jonli efirda gaplashdik ko'pchilik bilan. Ayda natija bo'lmadi. O'tirib boshqa joyga o'tib ko'raman dedim. Boshqa joyga borguncha o'zi qorong'i, o'zi vaqt bo'lib qoldi. Bugun boshqa to'g'riga chiqdim. Do'stlar, bizni kuzatib boraverasizlar. Bo'lmasa sekin boshlayveramiz. Bir gap bo'lar. Issiqda ham endi buni saqlaymiz. Boshlaymiz. Mana o'ninga keldi. Shtatim qolib ketibdi. Video olish qiyin bo'lyapti. Telefonda olyapman, kamera olmadim, shtatim qolib ketibdi uyda. Moni uryapti. Ke. Telefon ushlab turasan. Video ko'ramiz. Tortayotganimda. Uncha oqinga borib qo'yibsan uni. Oqyapti. Managa ot, mana to'xtovga. O so'mki setkani yoniga qo'y. Narman uryapti. Bo'ldi, ashiga qo'y. Ro'paranga ot. Uni yaxshi uryapti mana. Tortib qo'y, salbiyak. Oqinga tashlab qo'yding. Meni urishdi qara meni. Ko'rding, sayozga otsan yaxshi, ana. Ana. Joningdan. Ana. Shu omadli qarmoqda mashchi. Yaxshi uryapti hozir. Endi jonlanib qoldi qarmoqlar, xudo xolasa. Endi jonlanib qoldi. Sol endi. Sol, u qara. Tortishdi qara. U qara. Sayazda, ko'rdingmi? Sayazda qiziqaver. Onu salafanmi? Bunisi seni qarmangilni qo'ymaganmi?
Shtat esdan chiqib qolibdi do'stlar. Men so'mkada kelyapti deb o'ylabman. Uyda qolib ketibdi. Kamerada ola olmayapman endi. Telefonda qisqa bo'lsa ham olamiz, endi iloji yo'q. Hozir qarmoqda bir hikmat urib qo'ydi. Ikkovi hozir jimjit. Natijani ko'rsatib boramiz, xudo xolasa. Sherigim ham qarmoqni tashlayapti. Tosh yengil qildingmi? Tosh yengil qildingmi? Tortib qo'ysa, bo'ldi, qo'yaver, o'zi turib qoladi. Ammo sal tortib qo'ysang ham bo'laverar ekan. Oqinda turibdi hozir. Ashirin managa tashlab minsanmi? Managa. Tixa joy. Bugun les qo'ygan ekan. Endi u do'konchi, magazinchini otini aytmay qo'yaveray. Bu yangi baliq o'chi endi qiziqqan. Aldab yuqori lesga berib qo'yibdi. Nimjon lesga. Salga uzilib ketyapti. Hamisha bilib o'ylar, leska tanlayotganda yangi o'chilar leskani uchidan boylab tortib, mana uzilmaydi desa, ishonmanglar, kamida 4 qarich, 5 qarich, 6 qarich usulni o'rtasidan baylab turib, qo'lga o'rabdi, keyin tortsalarning keyin uziladi. Nimjon leska agar uchidan 1-2 qarich tepadan baylab tortsa uzilmaydi, shuni bilib o'ylar. Bu bola shuna bo'lib aldanib qoldi bugun. Nima bo'ldi? Yeb ketadi, sekin oladi. Shuni bilib o'ylar. Uni tortib to'xtab qoldi. Ilinib qoldim bunga, maydoroq bo'lsa ham laqacha. Tortib ko'ramiz endi. Telefonni qo'yadigan shtativ, kameraning shtativi qolib ketib qopti-da, biladi. Yo'q, uryapti hali ham. So'mkada keldi deb o'ylabman, qolib ketgan ekan. Uni hali ham uryapti. Nechta kurchak? Kurchak nechta? Ikkitami? Ol endi. Egib turibdi. Hozir bitta uradi hozir bu xolasa. Tortish qara. Yomon yeyapti uni. Qaltiratyapti. Qaltiratyapti. Yutyapti buni.
Meni постоянно o'da yuradigan hamrohim nasib bo'ladi. Ukam bo'ladi-da, meni ukam. Xudo xolasa senga zo'r leskan boshini beraman. Keyingi safar ketayotganda aytib eslatib qo'ygina. Leska bor. Beraman senga shuni. Qayga o'tasan? Yo'q, mana buni jimjim olib turibdi-yu. O jimjim mana bu yoniga ot. Qani? Bo'ldi, ashay tursin. Ashira qo'yib qo'y endi. Buni aldan beri egiyapti-da, ilinib qoldimikin ha? Olgani ham hijolat bo'lyapman-da, endi olayotgan bo'lsa-chi. Egib yubormadi-da, bu uradi-da, qattiq uradi bitta urib. Bu ushab turganda tortib ko'ramiz. Bular shtatim qolib ketibdi, shtatim qolib ketib qolibdi, telefon qo'yadigan. Ajitda ushab tursang, video ketyapti. Avvaldan kapılarken kattaligini qara. Bir kapılarga. Kattaligini qara. Kichik borib o'ziga. Bo'ldi. Oz tashladim, yana sirazi pakilovka bo'lyapti. Mana do'stlar, mana shu bir kapılarga chiqib oldi. Kattaligini qaranglar buni. Oh, motor kiymaydi. O moni yana uryapti. Nima tortyapsan? Nima tortyapsan yana? Mana tomonroq otda, mana tomonroq. Mana tomonroq ot. Mana o jimjima turibdi-yu. Mashina mo yoniga ot. Ha, ashiga otsang ash to'xtu. Yo Ali. O ana bo'l uyasiga otib qo'yding. Miyasiga tushdi hozir. Baliqda miyasiga tushdi. Mana nimaga egilib ketyapti qarmag'im, yana sekin egilyapti. Shu bir neto joyga tushib qoldi. To'xtovda ashida yaxshi turadi qarmag'im. Yana uryapti mana mashina. Oy, qarmag'ingga qara.
joy beraver. Shunday yo'radi jinsi. İlendi bu. Laqamash. Ma, ushab. Torting. O kelyapti. Kelyapti. Ana. O Во, нормально ekan. Qalma uchun qara. Aytdim o, katta ekan-a. Ha. Bu. Sud o'rayapti. Laqami, sazanmi bu? Nima ekan bu? Amur, sazan. Sazan. Ya, ana nimani apishmisanmi? Van, Sumkada shunaqa savat bor. Apchisanmi? ashapchimi? Ha. Buni olib chiqaveradi mayga sayazda. Telefon ber. To'xtat, shog'ilay. Do'stlar, mana xudo xolasa natija bo'ldi. Yaxshigina sazan. Pedro bu. Qarmoq sumkasida. Ko'rdingmi? Oldingmi? At gashini. Bu tez ketib qoladi. Sazan ekan, tezroq. Ochishni bilasanmi? Qayrashini. Orqaga qayt. Endi telefon ushlab turgin nima? Ashini aylantir. Yana uzun qilib chiqaraver, o'roqqa boramiz. Natija bor. Endi telefon ushlab tur. Olaymi? Yo'q, telefon ushlab tur, emas. Keyin qarmoq bilan bo'lmasa ketib qoladi. Video tur. Молодец, сазанчик, sazan. Ana natija. Ko'rdingmi natijani? Menga qarab bitta, mana do'stlar, sazan. Bitta videoga qo'ying ana. Turgan joyiga. Ana Katta sazan. necha kilo bor? 1 kilo oshiq. 1 kilo oshiq-a? Ha. Bu buni ko'taraman. Joningdan. Ana sazan. Voh, katta ekan-a. 2 kilo bor-a? 1,5 kilo bor. Mana do'stlar. Natija sazan bo'ldi. Молодец. Ko'rdingmi? Bekaga bay qiziqimman-da men. Kurcho'ydi qara. Kurcho'ga cho'tki narsa-da.
o'zi ham moshinani qo'yibdi-da qora. Hech ketolmasdi ekan. Ana natija. Kerak emas. Ko'rib olaymi? Buni natija bo'ladi bayda. Nimaga qiziqmanman men? Ah. Mana do'stlar. Sazan. Katta bu. Do'stlar, like-ga yarasha bo'lgan bo'lsa kerak video. Bugungi nima dedilaring? Yaxshi bo'ldi, xudo xolasa. Kameraga suv yopishib qolibdimi? Setkani hech solib qo'ysam bo'ldi. Bu senga mashinaga qiziqqin dedim-a senga. Mana sabrni natijasi mana shunaqa. Sazanchik. 1,5 kilo bora. Do'stlar, mana sazanni bittasini ushab tashab qo'ydim. Natija bomba, xudo xolasa. Yana o'tiramiz. Xudo xolasa yana ikkinchisini bo'lamiz. Endi kechga mana shu laqayam, sazan ham qirg'oqda yuradida, mana shu soya joylarda bo'ladi. Shuni yangi ovchilar bilib olinglar. Hech qachon chuqurga abitdan keyin kechki payt chuqurga qiziqmanglar, faqat shunaqa so'lim to'xtu sayoz-joyga qiziq bo'linglar. Chunki kattasi kechasi kechki payt shu shomga yaqin qirg'oqlarga mayda baliq ovlagan chiqadi. Oziqlangan. Yana kutamiz do'stlar, kuzatib boraverasizlar. Xudo xolasa yana o'miz davom etadi. Endi boshlandi. Hozir yana uryapti. O'sha omadli o'zini sariq bir nima Karagadil qarmog'ini ushadim. O'zi omadli qarmoq bu. Kuzatib o'ramiz do'stlar. Mana shu Karagadilga ushadim. Sazanni mana suvga tashlab qo'ydim. Yotibdi. Shunaqa gaplar do'stlar. Sherigim endi qizidi mana. Endi qizidi. Uyqusi kelib qoldi. Endi qizidi. Shuncha yil bo'y ovchilarda mana shunaqa nasib bo'lish kerak. Juda kerak narsa bu. Ayniqsa mana shunaqa sayaz joylarda ko'chada chiqib ketib qoladi. Yerga tegib qolsa baliq. O'shanaqa joylarga juda kerak bo'ladi. Senkidan urdi hozir. Ko'rdingmi? Mana yoniga borib tur. Uch katta yuradigan vaqt bo'lib qoldi. Tilaqa ham bo'ladi hozir. Yo, u suvniki. Shaldir qilib yuboradi. Ha, yeb ketadi. Urganda yeb ketganda.
qattiq urdi. Ha? Uradi. Endi bundan bag'iga bir uradi, qattiq uradi. O. O'rganyapti hozir. Hammasini birdaniga tortib qolsa nima qilamiz? Hammasini tagidan nimasini stoprasini bo'shatib ko'rasan-da. Bitta-bitta tortib o'rasan keyin. Hech ketmay turadi. Yaxshigina uryapti. Olasa, ana sen ham. Inshaalloh. Yaxshi uryapti. O. Shpir boloda bu ham. O egiyapti. Laqa. Egish laqa. Katta kurchoymi? Hal men berganda? Ha, shu bo'ladi u. U qaldan bermasdan to'xtan qoldi. Ha, u bitta uradi, oxir qattiq uradi. Maydamikin? Yo'q, egiyapti-yu. Niyati yaxshi. Egiyapti bu laqa. O'zi yuryapti-da baliq maylarda. Ko'ryapsan sayrashdi. Vaqt topib oldi o'zi. Egiyapti, ko'rdingmi? Laqa bu. Mayda baliq yemaydi.